Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş gəldiniz. Anlaydıqlarınızlar, Qashqar Uyğur nəşriyyatı 1999 yıl 4-cü ayda birinci qitim nəşr qılğan roman Sarsan Ruh, avtori Ahad Turdi. Birinci qism, ikinci bab. Xayrxoş Azizana Qashqar. Birinci. Atxan səfər tayyorligini başlayıbdi. Nazar bağdaki yer ziminni şu yerdeki çoğun bir zimindar üstün bahada setib aldı. Yepekçilik dükkanımı bir yıllık icarəyə qoyulub, həmmə pul aldın tapşırıb ilindi. Atxan bütün besatidagi barlıq tenge ve qağaz pullarını 10 so'mluq, 5 so'mluq Nikolay tillasıga almashtırıb boldi. Uyga bala chaqalarga 2 yil yetkudek turmush maishatlarini g'amlab berdi. Ondan u bu yil shahardan hajga berishga yo'l xiti alganlar bilan aloqalashib, hafta 10 kun ichida bir karvon bo'lib safarga otlanishni kutishib qo'ydi. Bu kunlarda xon tilla aldirash bo'lib ketdi. Ig'ir oyoq bo'lishiga qaramay, safar tayyorligi bilan kech kunduz paypatak bo'lib yurdi. Birdam safar to'qchi yaqatdi, birdam jigda talqini qo'riydi, birdam Akbarning kiyim-kechaklarini rastlaydi. Xon tilla Akbardan mushu ayrilgancha mangu ayrilib ketadiganidek, ba'zida uni bag'riga besib, baş gözlerini silap yum yığılap ketdi. Bundaq çağlarda Akbarmı ana bağrının bundaq elliq, mehirlik ekanligidan huzurlanıp, saat-saatlab uning quchqidan ajırmaydı. Bugün bazar kuni edi. Atxan tushga yaqin Akbarni boshlab uydan chiqdi. U Yavaq darvozasidan o'tib, Tuman daryo bo'yidagi Uloq bozoriga keldi. Uloq bozori qizib ketgan edi. Chepib yurgan at eshaklarning tuyuqidan ko'tarilgan to'zondilar bilan havo mananlashib, qaynam tashqinliqqa cho'mgan bozor osmonini bir qavat qo'yuq chang to'zon qoplagan edi. Odamlarningmi choch soqollaridan tortib kirpiklargacha to'pi bosgan edi. Atxan bozorni aralab eshak ko'rdi. U safar uchun nochiroq bir eshak olmoqchi bo'ldi. Uning eshaklarga sapsilib yurganini ko'rgan bir bidik uning yangidan tartib so'radi. "Hocam, o'zlarga eshak lozimmi?" Bidik o'ttir yoshlardagi apanas, kelishimlik bir odam edi. "Shunda bir eshak olay dedim", dedi Atxan bidikka. "Bozorda eshak ko'p. O'zlariga qandaqroq bo'lsa bo'la? Taxaymi, hangimi, midimi yoki qichirmi? Safarchimi? Menga safarchi lozim", dedi Atxan va ovozini pasaytib davom qildi. "Safarchi bo'lgandimi, xosiyatlik uzun safarga yaraydigini?" "Ha, bildim, dedi bidik qo'lini yengil shiltib. "Sizning safar qutluq ham mushkul safar ekan. Eshakmi shuningga loyiq bo'lmaydi. Mening maslahatim, siz bugun bu bozordan qaytib ketsizlar. Sizlarga Qor shahrining eshigi bo'lmasa bo'lmaydi. Qor shahrining eshigi ham yo'g'on, ham kuchli. Undaq eshakni qandoq topamiz?" aldirib so'radi Atxan. 2-3 kun ta'xir qilsizlar, dedi bidik va Atxanni davrab turgan uloq bilan odamlar orasidan chetga elib chiqdi. "Mening bir tonishim Qor shahardan bir to'p eshak haydab kelyapti. Men sizlarga shuningdan birini tanlab beray." "Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Rahmatni hozir emas, keyin safarda aytala. Men sizlarni nerdan topaman? Yana mushu yerdan topila. Mening bozorimmi, mozorimmi mushu", dedi bidik va ism familiyasini aytib berib xo'shlashdi. Atxan uloq bozordan chiqib sarrochilik dukkaniga keldi. U yerda ot eshaklarining egar jabduqlari xuddi qush changalaridek tizilib, esilib ketgan edi. U yerdagi tayyor uchiloqlar Atxanga yaramadi. U 3 kunlik muhlat bilan dukkandorga yo'g'on ham ozoda gilam uchiloqdan birini buyurdi. Zakolat uchun odam boshliq kumush tangidan birini qo'yib ketdi. "Tayyor uchiloqni olsak bo'laveradi-ku, dada", dedi Akbar dadasining alaydan uchiloq buyurtganligiga hayron bo'lib. "Narximi arzon ekan?" "Yo'q, balam, buyurtganimiz durust bo'ldi", dedi Atxan uningga qisqacha tushuntirib. "Uchiloq safar uchun bak muhim, keyin bilib qolsan." Akbar bu gaplarning ma'nosini tushunmasimi? "Ha", deb qo'yib, yana dadasining orqasidan paypaslab ketaverdi. Ular endi pichoq bozoriga keldi. Nurg'un pichoqchilarning oldidan o'tib, nima uchundir ko'ziga issiq ko'ringan
Nativan bir pichoqchining oldiga kelib to'xtadi va Akbarga qarab: "O'g'lim, pichoq degan o'g'il bolaning hamroyi safarda kerak bo'lib qoldi. Sana mo bir pichoq elib beray" deb tuj dastilik o'tkir bir xanjarni qo'liga olib bahasini so'radi. "Ustam, bu xanjarga qancha pul bersam bo'la?" "Bir chorak qo'noqning pulini bersizlar, xo'jam", dedi pichoqchi qora kuya bosgan yuziga kichikkina illiqlik yugurtib. "Voy voy, odamning qo'li yetmagidek nemancha yuqori baho bu", dedi Atxon rayi qaytgandek bir talaffuzda. "Yo'lidiroq bir gap qilmamla. Qimmat emas, taqsir, mal esil", dedi pichoqchi va qo'lidagi arqar mungizni yunishga boshladi. Yuz ko'zlari qarayib, purilishib ketgan bu odamning yavash, ishchan va rostchilligi ko'rinib turadi. Bir tal to'mirni chaqlab, tuch dastining to'shkiga sanjiplab pichoq yasash tasmi? Atxon bu gaplarni gap qilish uchun dedimi yoki tijoratchiga xos gijinlik bilan dedimi o'zimi bilmay qoldi. Uning ustiga tig'i kesmaydiganda qiladi. Tig'i kesmas? Pichoqchi xuddi g'ururi haqoratlangandek qo'lidagi ishni shaqtada qo'yib, yenida turgan bir tal qilni sug'urib elib, osmonga otdi-da, xanjarni bir shiltib, iliqi qilni ikkiga bo'lib etdi. Xanjar uning qo'lida o'ynab ketgandek bo'ldi. "Mana buni tig'daydi", dedi u zarda bilan. Atxon ko'ngli yumshoq, qoid yo'sunliq odam edi. U pichoqchining hunariga haqiqatan qoyil bo'ldi. "Bo'ldi, xanjarni men oldim", dedi u mardlik bilan. "Menga yana yaxshi ustirdan ishkin tanlab bersizlar." "Dada, ustirni nima qilsan? Xanjarni olgandan keyin bo'lmadimi?" dedi Akbar qo'lidagi xanjarni uyan-buyan aylantirib ko'rib. "Ustirning ishini xanjar qila olmaydi, bolam", dedi Atxon va pichoqchi tanlab bergan sadab sapliq bir ustirining teg'ini terniqiga tekkizib ko'rib davom qildi. "Biz hamisha shahar bozorlarini aralab ma'maymiz. Yo'limizda tugumas cho'l jazira, tog' davallar bor. Kishilarning chat saqilni elishda ustir bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ustira menga yoridi, ustam. Yana birini bersizlar." Atxon baland ustirdan ikkini oldi. Bunidimi baho talashmay pichoqchining deginini berdi. Ata bola pichoq bozordan qaytib bir do'qmushdan qayrilishiga shu yerdagi loy peshtaxliq masjidning yinida o'ltirgan qirsal palchi ularni tovlab qoldi. "Taqsir kelsizlar, o'zlariga va o'g'illarga bir pal ichib baqay. Ulug' bozor kuni, ko'ngillari pokiz, yo'llari ro'shan bo'lsin." Atxon chippata to'xtab qoldi. Diniy va fanniy kitoblarni xili ko'p o'qigan, hamisha hidoyat yo'lidagi o'lima va darvishlarning suhbatini ixtiyor etgan bu odam azaldan bundaq palchilarga ishinib ketmaydi. Lekin bugun quloq yopurib o'tib ketaverishga ko'ngli unimidi. Oxir palchiga ishonma, palsizmi yurma degan aqida bo'yicha safar oldida bu qari palchining karomatini ko'rib beqish uchun asta qadam bilan uning oldiga keldi. Palchi semiz, bomba soqol, jag'al ko'z, beshida salla, uchisida cho'ng yo'lliq nimkash baqsamtun, putida maskalach bor, ko'rinishi surlik odam edi. U oldiga yeyib olgan bir parcha oq raxtning ustiga Palnama Qur'i yakka andoz nomli ko'na kitobni qo'yib tasvir serib o'ltiradi. Atxon bilan Akbar uning oldiga kelib zo'ngzaydi. Palchi bo'sh ovozda kusurlab qandaqdir bir oyatni o'qidi va oxirida "Mening palim emas, Hazrati Daniel alayhissalomning pali bo'lg'ay. Iloha amin" deb duo qildi. Ondan Bismillahirrohmanirrohim ni 3 qatim o'qib, bir parcha oq qog'ozga qalam bilan chekit qo'yishga boshladi. Uning og'zi to'xtamay bir nimlarni deb pichirlaydi. Palchi birinchi 4 qurg'a xuddi 4 misralik she'rdek taxminiy chekitlarni qo'ygan edi. Shu yo'sinda 4 qurliqdan 4 qatim chekit qo'yilgandan keyin qog'oz ustida 16 qurliq chekitlik chiziqlar kelib chiqdi. Palchi endi uni o'zaro juplab, jup va taqqa ayirgandan keyin jup chiziqlarga bir xil belga, taq chiziqlarga yana bir xil belga qo'yib, oxirida o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan g'ayri shakldagi bir narsalarni chiqardi. Ondan beshini ko'tarib, yerim yumilgan ko'zlarini lappada ochib, Atxonga qarab baland ovozda so'zlashga boshladi.
bu şekilde lahyan kilipdir. Bu şekil müşteriga taalluq. Kuni panjshanba saati zuhal yultizi o'ttir. Lahyanni saidi xarij derler. Her kimning palga lahyan kelsa, ay pal egisi bilgil. Agah ve dana bolg'il ki sana Hazreti Adem alayhissalomning pali keldi. Bu pal naiti mübarektir. Ta'ling bilan ve kuchlikdir. Tandurust, salomat bo'lursan, umring davlat bilan o'tar. Tijorat ovqatdan to'la foyda olursan. O'tna omonatlaring qo'lingga kelur. Uydan uyga yetkilursan, yaxshi tush ko'rsan, safar bo'lur. Mazarlarga ziyoratga borursan, farzandlaring katta olim bo'lur. Elchilar yaxshi xabar keltirur. Do'st yorlaringdan vafo kelur. Kesal patsaqiyur, xatir yo'q. Bu kesal musulmon tarihlarining asridan bo'lur. Baş ağrıqı səpradan bulğay. Keselge sebep qılır bolsa, panjshanba kuni siriq can bağlap, 41 nan qilib, qo'qaq duası, yel duası, köz duası, al duası, yig'in duası, qasida Sulayman, qasida Bardaning her birini 41 dan o'qib, cho'ng yo'lda o'tlaq eqib tarqatqay. Almaq satmaqdan manfaat bo'lur. Pal egisi yalğız bolsa, pat nikah bo'lur. Er xotunning sazobarchiligi yaxshi kechar, ammo pat juda bo'lur. O'g'ri algan mal tepilur. O'g'ri qochdi, tutilmaydi. Da'voyi husumat qilsang, da'voni olursan. Safarga ketgan pat kelolmaydi, uzoq qolur. Lekin safardagi kishining ahvoli obdan yaxshidir. Ma'lum miras, malu g'oyib qo'lingga kelur. Xavf xatar, qo'rqinchdan amin bo'lursan. Sana safar bo'lur. Safarda jiq foyda ko'rursan. Ilmdan, hunar san'atdan bahra olursan. Padişahlardan inom olursan. Umidlaring, murad maqsadlaring uzoqroq hosil bo'lur. Dushman bor, kuchlidir, lekin al-hol sana zarar yetkazolmas. Bende zindonga tushganlar pat xalos bo'lur. Vallohu a'lam bisahab. Palchi so'zdan to'xtab, cho'nqur bir nafas oldi. Ko'zlarini xiyolan yumib, beshini to'van agdi. U xili uzoq to'xtamay so'zligachga, xaltilishib qolgan inoklari lipildab ketdi. Palchining amr ma'rufga keltirib aytgan sirliq so'zlari Atxonga cho'nqur ta'sir qildi. Bundaq tasodifiy to'g'ri kelishni u qutlug' safar oldida Xudo tarafidan kelgan yaxshi bishorat deb tushundi. Shunga u cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan "Inshaalloh deganlar kelgay oqsoqol" dedi va yanchuqidan bir dona kumush tangan elib palchiga uzatdi. Uning go'shlik, mig'ziran qo'li hayajondan titrab ketdi. Atxon palchining yenidan xushal qaytdi. Ko'ngli tatliq bir sizimdan tipchaklaydi. "O'g'lim" dedi u shu xushallik bilan yenida ketayotgan Akbarning bo'yniga girasilib, "Ko'nglim tuyib turdi. Bizning bu qatimki safarimizni Alloh oson qiladi. Bayqi gaplarnimi palchining og'ziga Alloh salgan. Alloh hammadan buyuk. Uningsiz kuch-quvvat, mo'jiz yo'q, o'g'lim." Akbar bu gaplarni parvosizlik bilan angladi. Shu topda u issiqning dastidan ushlab, lavlari gazlashib ketgan edi. Shunga Akbar dadasining hissiyotidan, xushalligidan xabarsiz begona odamdek o'zining gapini dedi. "Dada, bak ushlab ketdim, do'g'ichayli. Ya bo'lmasa marojni ilib bergina, birdam ta'xir qil", dedi Atxon o'g'ilga do'q qilgandek bir oz so'g'uq talaffuzda. "Oldimizda choyxona bor, choy ichimiz." Ular qaynoq bozor rastlarini aralab, orada oldiga keldi. Bu yermo odam tinolmog'idek darajada tiqma-tiqmoq edi. Ilib satarlarning varqirash-jarqirashlari bir-biriga giralishib ketgan xilma-xil bozorlarning shavqin so'ranlari odamning quloq mingisini yeb, nervisini qaqshtatdi. Atxon davrab yurgan kishilar orasidan urilib so'qilib o'tib, bir tonish tumoqchining do'kkaniga keldi. Uning bilan qisqala salomlashib, o'zi bilan Akbarga safarlik 2 tumoq buyurdi. Ondan u yerdan tizla ayrilib, cho'ng bir baqqallik do'kkanining yonidagi choyxonaga kirdi. Choyxonada mo odam ko'p edi. Choyxonaning vasa jupluq egiz to'risini isqoplab, qora quridan hosil bo'lgan torlar sangilab turadi. Aqlari urkib, lay suvoqlari ko'rinib qolgan tomga hamzakdan aylantirib, zadaval tortilgan edi. O'choqda charaslab ko'yayotgan o't bilan qozon va chaynaklardan ko'tarilgan issiq qo'r bu ko'rimsiz choyxonani baayni
öpillab turgan hammomdek qizitivatgan edi. Shu holatdami kishilar bosh ko'zlaridan sho'rqirab eqiyotgan tarlarini dam-dam surtib, choy ichgach paranglashib o'ltiradi. Atxon choyxonaning ichidan o'rin topolmay sirtqa chiqdi. Choyxonaning oldimi xaridorlar uchun rastlangan edi. Cho'risiga qizil lambuqdan laplama tortilgan kang bo'richalla u yerga soy tashlab, ozoda peshayvon tusiga kirgizib qo'ygan edi. U yer bu yerga silingan palaz va kigizlar ustida odamlar gira bo'lib o'ltiradi. Atxon shu yerdan 2 kishilik o'rin tepib, choychini chaqirdi. Bir yosh bola 2 piyola bilan bir patnosni ko'tarib uning oldiga keldi. "Mavuni chaynak silib, obdan damlab akilib bergina", dedi Atxon hiliqi bolaga baya yo'ldan ilib olgan bir parcha no'qchi navatni uzitib. "Shirmondan bo'lsa, birini olg'ach kel." "Xo'p, mana hozir." Choychi bola qog'ozga o'ralgan navatni ilib ichkari kirib ketdi. Choyxona qiziq bir yer. Bu yerni jamiyatning eng sezgur, eng jalbkor yeri deyishga bo'ladi. Bu yerga ko'nib qolgan odam uyda bat pola bo'lsa-mu tashlab qo'yib, mushu yerga chiqib, bir burda non bilan bir piyola choyni ichgach paranglashib o'ltirdi. Bu parangning temisi bakmu kang. Bu dunyoning ishlaridan tortib, u dunyoning sirlarigacha, mashhur tarixiy voqealardan tortib, texi tunugun mushu atrofda yuz bergan arzimas jidal majrogacha, shaharning 4 darvozasi so'rab yotgan ataman dokcheklarning ajoyib g'aroyib ishlaridan tortib, tuman daryo bo'yidagi iqtollashtirish, xo'roz so'qishtirishgacha mushu yerda paranglar bo'ladi. O'zaro xabarlar yetkaziladi. Ba'zilar bu xabarlarni anglab, qaqiqlab kulishdi. Ba'zilar hasrat chekidi. Ba'zilar yaqsin tutib tova deydi. Ya'ni ba'zilar bo'lsa bu dunyoning ishlaridan hayron bo'lib, angvaqib o'ltirdi. Bugunmi bu choyxona bundaq paranglardan xoli emas edi. Atxonning yonida gira bo'lib o'ltirgan 4 odam qizg'in parangga tushgan edi. Atxon o'zini har qancha qachirsimi, lekin bu gaplar uning qulqiga noiti ochiq anglab turdi. "Hey, sizlar ko'rolmay armonda qoldinglar, og'inilar", dedi birisi tamoqini chaqildatgan holda baya ko'rib kelgan xo'roz so'qashtirish ahvolini so'zlab. "Xo'roz desam, mana shuni desa bo'ladi. Kasofatning ko'zi o't, bexiri shamshar ekan. Maydonga shundoq tashlibdi, qanotlarini qiqib, bazlab berib, hilqi tom tojini birla tepik bilan vaqti guzibatdi. Har qancha bo'lsa-mu, bizning charxo'rozga yetmas", dedi aradan po'chroq kelgan birisi. "Bizning hilqi bog'ni sizlar bilasizlar. Bomda tikirib ketgan odam namoz shamda aran aylanib chiqalaydi. Mana shundoq olamchi boqqa bizning ashu charxo'roz qaraydi emasmi? Buni bo'sh chaqlamanglar. O'tgan yozda 2 o'g'ri tomdan ortilib tushibdi ekan. Charxo'roz bilib qilib ikkisini 2 tepik bilan tomdan erg'i tepibdi. Qaltisqu", dedi dastlab so'zlagan hiliqi odam qiziqib. "Shu xo'roz hozir bormi?" "Hey, o'tganda ushoq bolalar o'g'irlab ketdi degina." Uning javobidan hamrohlari dastlab hayron bo'lib, angliqib turib qoldi. Keyin ular birdilla gapning tagiga yetib, paraqida kulishib ketdi. Atxonmu bu po'chini chandurmay, noiti sipoylik bilan manlik po atqanidan huzurlanib, miyiqida kulib qo'ydi. Endi bularning xo'roz to'g'risidagi paranglarini Atxonning orqa tarafida o'ltirgan bir necha uzun quloqlarning darvishlarcha so'pati besib ketdi. Bu gaplarmi ixtiyorsiz holda Atxonning quloqiga quyilib turdi. "Sizlar angladingmi, adash? Hiliqi Mahmud Kanayning deyishicha, bir necha kunning oldida Shanjong yomulida haramga bordiganlarga chek tashlabdi. Ba'zilarga chiqibdi, ba'zilarga chiqmabdi. Chiqqanlari xushallikdan kulishibdi, chiqmaganlari xafchilikdan yig'lashibdi. Men deyman, bu dunyoning ishlari nima degan qiziq. Ba'zilar puli yo'q, jinini baqalmay yig'layotgan. Ba'zilar bo'lsa pullarining ko'pligidan xarjlaydigan yer topolmay yig'layotgan. Ey adash, 4 girdob, 8 qirg'oqning hammasida Allah yaratgan hiliqi qar qozonning qulqi 4ta. Padişahdan tartib gadoygacha hammasining o'z dardi bor. Bu dunyoda ajoyib zotlar o'tib ekan. Ular kashuy arvohlardan xabardorlar ekan. Bu dunyoning ishlari oxiratda bo'lmaydi. Oxiratning ishlari bu dunyoda ko'rinmaydi. Lekin bundaq kishilar oxiratdagi ishlarni ko'radi ekan. Insonda 2 ko'z bor deydi.
Biri zatın ko'z, yana biri batın ko'zmish. Batın ko'zni dil ko'zi deydikan. Bundaq kishilar Xudoga bog'lanib, Xudo yo'lda zikr qilib, dil ko'zi bilan oxiratdagi ishlarni ko'radi ekan. Sultani Appa hojamning murti divani mashrab Xudoga nol qilib, nima uchun birni shoh, birni gado, birni o'ng, birni sarang, birni boy, birni gaday yaratding deb batın ko'zi bilan u dunyoga qarabdi. Qarsa hamma odam o'z ishi bilan band, hammasida g'am g'ussa, ulardan xushallik, rahat yiroq. Shu chaqda mashrab uyg'onib qarsa, o'zi yo'ruq olamda turgan. Shu chaqda u baqsam bu jahonda hammaga dardu alam bor, har kishining ko'nglida bir zarracha g'am bor degan she'rni o'qibdi va Xudodan kishilardagi bu g'am g'uslarni ko'tarib etgan deb nola qilibdi. Bu chaqda Alloh taolodan vahiy kelib, "Men xalq etgan bu kishilar ashu g'am g'uslari bilan meni topidi, meni yod etidi" debdi. Shunga kitobda jannat haq, do'zax haq, mizon haq, tarozu haq, hisobga haq, sirat ko'rik haq deyilgan. Mundaq desizlar, odam bolasining beshiga kelgan dard alamlar almasaqda Alloh tarafidan peshoniga putilgan ekanda. Al haq shundoq. Amdi Atxonning xiyolini bu paranglar emas, balki choyxonaning ichidan chiqayotgan dutlarning yiqimliq ovozi tartib ketdi. Kimdir birsi dutlarni bo'sh, lekin mungluq teringishib, larzan ovozda naqsha o'qiyotdi. Barsam men Madinamga, nur ziyolar koniga, arzimizni itayli payg'ambar sultoniga. Bo'lsa qanotim yetsam haramga, dardimni itay zibo sanamga. Naqsha Atxonning maylini tartib ketdi. U o'ridab bo'ynini so'zib ichiga qaradi, lekin bu xush nafas, ko'ngli pok g'azalxonni ko'rolmadi. Uning qalbida bu odamga nisbatan g'oyibona bir hurmat va qiziqish o'rnab qoldi. Atxon o'zining pat arada ashu duttarchi arzu qilib, ulug'lagan yerga boradiganligini, oddiy kishilar tushidimi ko'rishga erisholmaydigan muqaddas joylarni tavob qiladiganligini o'ylab, ichidan xushallandi. Bir xil yuksak iftixorlik tuyg'usi bilan vujudini chirmab oldi. Ikkinchi, Atxon jamoat bilan xo'shish uchun katta nazar berdi. Yo'g'on qo'shqar qon qilindi. Bomdoddan yenib kirishga boshlagan mehmonlarning chashkog'icha oyog'i uzilmadi. Hammaylan uzoqdan uzoq duo qilib, uning tiniga saqliq, safariga omonlik tiladi. Ba'zi bilimdan qori xalfatlar amr ma'ruf qildi. Ularning har 10 ig'iz so'zining 9'i Qur'on Karim edi. Bu amr ma'ruflar ichida jamoatning nazariga tushib, kishilarning ko'ngliga o'rnab qolgani katta o'lima Mavlana Sharifiddinning amr ma'rufi edi. Beshiga misqal dakidan chaqqangina salla o'rgan, egiz bo'y, chiroyi oqsiriq, mash guruch saqalliq bu odam dasturxon yig'ishtirilgandan keyin cho'ng mehmonxonada liq o'ltirgan kishilarga qarab mundaq dedi: "Islom dinining amr qilganidek ibodatlarini yo'li bilan qilgan kishi bu dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Chunki kunda 5 qatim qazo qilmay namoz o'qish, yilda 1 oy nafsini besib roza tutish, jondan aziz ko'radigan halol mol mulkining bir qismini hech qanday badal kutmasdan faqir mo'minlarga zakot qilish, yo'l azobiga, safar mushaqqatlarga chidab haj tavob qilish albatta har qanday odamga ig'ir keladigan ishlardir. Bularni faqat Alloh uchun qilgan musulmon nafsoniy tuyg'ularini, g'aljirliklarini yengib, irodasiga hokim bo'lgan Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egmaydigan hur bir insondir. Bundaq insonlar boshqalarni mo hur bo'ladi. Hech kimning miliga, jiniga, nomusiga ko'z tikmaydi. İnson haqlariga hurmat qiladi. İman va ibodatning maqsadi egilarini komil bir inson qilishdir. Mavlana bu so'zlarni zo'riqmay, duduqlamay, nihoyatda tabiiy ham salmoq bilan aytdi. Kishilarmi jimjit quloq silib angladi. Atxon pagahda o'ri turgan holda qo'llarini ko'ksiga qo'yib, Mavlana Sharifiddinga tavazzu bilan tikilib turadi. Mavlana beshini ko'tardi va Atxonga qarab so'zini yana davom qildi. Biz hammamiz sizli jabdungan muborak safarga Fatiha beramiz. Yo'llari oq bo'lsin, murad maqsadlarga yetkaylar. Oyati karimada Alloh taolo haj safariga kirish uchun
qodir bo'lgan barcha mo'minlarga hajni farz etdi. Kimki buni inkor qilsa, gunohi o'zigadir. Shubhisizki, Alloh taolo ahli jahondan behojatdir deyiladi. Biz buningga iymon keltiramiz. Sizlarni bu qutlug' safarga yaxshi duolarimiz bilan uzatamiz. Alloh mushkullarini oson, martabalarini ziyoda qilsin. Ikki dunyo azizi mukarram qilsin. Amin. Jamoat durrada duoga qo'l ko'tardi. Uy ichi sirliq shivirlashlar bilan to'ldi. Oxirida Atxonga unlik, hayajonli ovozda oq yo'l tiladi. Uning qutlug' safarini muborakladi. Atsi tushdan burun Qashqarning 4 darvozasi ichidan haj safariga atlangan 29 odam cho'ng bir karvon bo'lib Qizil daryo ko'vrigi bo'yiga kelganda to'xtadi. Ular uzatqili chiqqan necha yuz odam bilan mushu yerda oxirgi qitim xo'shashmoqchi edi. Qizil daryo bo'yi qaynoq bozorga aylanib ketdi. Bir-biridan ayrilishga qiymagan kishilarning ko'zida yosh davolg'oydi. Yuragida bo'lsa besib bo'lmas judolik pig'oni o'rlaydi. Ular quchoqlashib, so'yishib, bir-biriga yaxshi tilaklarni tilashatdi. Atxonmu ayoli va bola chaqalari bilan bir chetda xo'shlashyotdi. Xantilla beshiga chikan oq pecha artib, uchisiga keng nimchi kiyib olgan edi. Uning yig'idan ko'zlari ishib, ovozimi putib ketgan edi. U Akbarni oxirgi qatim o'z yoniga chaqirdi. Akbar yugurib kelib, onasining bag'riga o'zini otdi. Go'yo ona mehrining mayin shamli uni yelpib o'tgandek bo'ldi. Akbar onasining tatli hidini to'ymay sumratdi. Ana ichkuyar o'g'lining boshlarini silab, mangliyidan suyib yana o'zini tutolmay esadab ketdi. Ig'ir judolik har ikkalanni darmondan ketkizgan edi. Atxon ularni bir-biridan tasda ajratdi va Xantillaning qo'rsiqidagi bolani ishorat qilib turib, agar o'g'il bo'lsa, ismini Safar qo'yinglar. Bu qitimqi qutlug' safarning yodnomasi bo'lib qolsin. Mubodo qiz bo'lsa, Hajar qo'yinglar. Xudo yo'lidagi haj tavobning yodnomasi bo'lib qolsin, dedi va yo'g'on gilam xurjun artilgan sur eshakni Akbarga tutqizib, hamrohlari tarafga mandi. Akbar yetilab ketayotgan sur eshak so'kal quyruq, salpon quloq bo'lsa-mu, lekin o'z vaqtida bedik ta'riflagandek yo'g'on ham kuchli edi. Xo'shlashish yig'izar asta-asta besiqdi. Atxon o'z amralarining orasiga kelib, ular bilan salomlashdi va xolisona niyat bilan mundoq dedi: "Jamoat, biz yaxshi orzu tilak bilan qutlug' safarga atlandik. Bugundan boshlab biz bir eriqning suyi, bir azgalning liyi." Samimiylik va do'stonlik bilan aytilgan bu so'zlar kishilarning ko'ngliga yoqdi. Ular o'z ichida bundoq to'g'ri niyatlik, xolisona bir odamning bo'lganligidan xushal bo'lishdi. Atxon haqiqatan mu oq ko'ngil, saf tabiatli, o'zini tutgan odam edi. Uning bundoq so'z o'zini tutishi boshqalarga bakmo salobatlik ko'rinadi. Karvon uzatquchilardan asta-asta ayrilib, ko'rik tarafga siljishga boshladi. Atxon ko'rik ustidan oxirgi qitim Qizil daryosiga qaradi. Ularni beqib o'stirgan ona daryoning ulug', shavqinli suyi dug'lanib, bo'zamtul chayqalatdi. Daryoning ikki qirg'idagi sugat daraxtlarining majnun tallari daryodan ko'tarilgan yenik salkinda tinmay yelpinatdi. Karvonning eng oldida qo'ng'ir rangli shosh ayg'irga minib olgan otchi Qosim Taygan Qizil daryo ko'rigidan o'tib, orqaga qaradi va safarga atlanganlar bilan uzitib chiqqanlarning haqqiga uzoq bir duo qildi-da, orqadan Hazrati Alisher Navoiy o'z vaqtida muborak haj safari ishqida yozgan beytni ishtiyoq bilan o'qib, yo'lini davom qildi. Men kim bu savdo nizor ayladi, havas ilkida beqaror ayladi. Urarman qadam toki barg'ucha gam, ki bo'lg'ay muyassar menga ushbu kam. Agar bo'lsa bu yo'lda umrim talab, chu bu yo'ldadir u ham erur sharaf. Qosim Taygan boshlab ketayotgan karvon asta-asta uzab ketdi. Qizil daryoning shavqinli ovozi bilan uzatquchilarning hasratlik yig'izarlari mu yiroqda qoldi. Mana bugun ular haj tavob ishqida go'zal yurtidan ayrilib, tinch haraman turmushning xushalliqlaridan voz kechib, qutlug' mushkul safarga oxiri atlandi.
Bu dal miladi 1948 yılının iyul iyi idi. İzahat. Gam manzil ko'zlagan yer. Kam baxit maqsadga yetish. Davomı var.